Masla desam, adashmayman mana shu Cobalt'da 2026-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 400 km masofani bosib o'tgan akalar. To'g'ri, hozir 2025-yil, lekin bu mashinamizning kuzov raqami 26-yil akalar, mana ko'rishinglar mumkin. Xullas akalar, mashinamiz og'anagan holatda, sog' joyi yo'q. Diska balonlarni qaranglar, yangi. $600 ga taqqan ekan egalari. Motor korobkalari but-butun turibdi. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Bu eng qimmat pozitsiyasi akalar. Mana bunaqa boshqacha narsalar kirgizilgan, kompyuterlar boshqacha akalar. Motor korobkalari but-butun. Bu tomonda ikkita eshigi soppa-soq. Salon holatini qaranglar buni akalar. Qora salon, kojinli sideniya, Malibu bar. Tablosini qaranglar buni. Vafshi boshqacha. Xullas akalar, menimcha birinchilardan oldik bunaqa mashinani, yangi chiqqan pozitsiyasi akalar. Xullas akalar, bu mashinani Surxondaryodan sotib oldik. Bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab pachoq mashinalar olamiz. Menimcha Surxondaryoliklar rosa ko'p og'diradi mashinani, rekord qo'yishdi. Xullas akalar, butun O'zbekiston bo'ylab pachoq mashinalar olamiz. Pastdagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Zo'r narxlarda pachoq mashinalar sotib olamiz. Bu mashinamizni o'zingizlar izohlab qoldiringlar kommentariyada. Qanaqa urilgan akalar va bizni yo'qotib qo'ymasligi uchun podpisatsiya tugmasini bosib, ekranni bitta qizartirib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin.